Assalomu alaykum aziz ko'rurman. Xassiyetlik dasturxonga xush keldingiz. Bugungi programmamizda kokoa tamlik muffin, ya'ni istakan tort tayyorlashni ko'rib baqaylik. Bundaqda kerakli xurishlar bilan tanishib chiqaylik. Oldi bilan unga ajiz un ishlatamiz. Undan 290 gram. Oq shakardan 300 gram. Sap 100%lik kokoa unidan 60 gram. Köptürgüç yani baking powderdan 8 gram işlatamiz. Suyuq materiallardan sütdən 180 ml, qıtıq 180 gram, sumay yani ösümlük meyidən 165 ml, həsəldən 50 gram və 2 tal tuxum işlatamiz. Əmdi məşğulatni başlasaq buldu. Çoğunaq bir qaçımızga un, şeker, kokoa uni və köptürgüçlərini qoyub təkşi aralashtirib olamiz. Əmdi bu qurğaq aralashmani xudimiz ekrandakidek təkşi aralashtirib olgandan keyin bunun üstüge tuxum, həsəl, süt, qıtıq və sumaylarımızı qoyub, ondan keyin yana davamlı aralashtiramiz. Buningda tuxum, qıtıq, süt muşularni qo'ygan vaqtida ilgirkilik tartibi qandaq bo'lsa bilaverdi, chunki qolgan barliq materiallarni bu qurg'oq aralashmaning ustiga to'kib olgandan keyin ondan keyin aralashtiradigan mashg'ulotni boshlaymiz. Shunga ilgirkilik tartibida hech qanday bir alayda qoida yo'q. Mana shundoq tekshi aralashtirib, silliq mustaq bir aralashmani tayyor qilamiz. Buningki quyuqlik darajasi mana shu ekrandagidek bo'ldi. Bəhmu suyuq emas, bəhmu quyuq emas. Mana shunda holatdagisi toza yaxshi bo'lgan holda. Endi bu aralashmani tayyor qilib oldik. Endi duxovkamizni 180 gradusga tengshab, oldin ola qizitib qo'yamiz. Duxovkamiz qizg'ichi bo'lganlikda biz bu aralashmani qiliblarimizga silib tayyor qilib olaylik. Duxovkamiz qizgandan keyin 180 gradusda 20 minutdan 25 minut atrofigacha turg'izsak bo'ldi. Mana bugun 25 minut turg'izdim. Chiroyli ko'pib pishib chiqdi. Duxovkalarningki qizitish ahvoli o'xshamaydi. Shunga o'zimizning duxovkaning ahvoliga asosan pishirish vaqtida biroz tangshash yapsak bo'ldi. To'liq pishgan pishmaganligini bilish uchun mushundaq yog'och chikola sanjib baqsaq bo'ldi. Chaplashmasa yaxshi pishqanlik bo'ldi. Mana yaqindan ko'rsak, mushundaq ko'pib naytimi chiroyli pishib chiqibdi. Hozir naytim qiziq, biroz tepdi yangandan keyin qilibdan chiqarib olsak bo'ldi. Shunday qilib bugungi programmamiz mush yergacha bo'lsin. Keyingi qitimda ko'rishaylik. Allohga omonat.